Barchaga assalomu alaykum. Tibamet kompaniyasiga oid ushbu kollagen mahsulotimiz bugungi kunda sotuvda mavjud. Gidrolizlangan dengiz kollageni, ya'ni kakaoli ko'rinishda bo'lib, C vitamini bilan boyitilgan. Kollagen va C vitamini birgalikda terida kollagen ishlab chiqarilishini kuchaytiradi. Bundan tashqari soch ildizlarini mustahkamlaydi, soch to'kilishini kamaytiradi. Suyak va bo'g'im kasalliklarida kollagen suyaklar tarkibidagi muhim bo'lgan oqsil hisoblanadi va 97% oqsildan iboratdir. Ya'ni suyaklar zichligini oshirib, sinish xavfini kamaytiradi. Bo'g'imlardagi og'riq, yallig'lanishlarni kamaytirib beradi. Barchamizga ma'lumki, ushbu mahsulotimiz aynan vazn bo'yicha qiynalayotgan insonlarda ham tavsiya etiladi. Ya'ni shirinlikka, shokoladlarga bo'lgan ehtiyojni qondirib berishda samarali vositadir. Bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Mahsulotimiz ko'rinishi haqida batafsilroq sizga yoritib beraman ushbu video orqali. Mahsulot ya'ni kukunlik kakaoli ko'rinishda bo'ladi. O'zining maxsus qoshiqchasi mavjud. Ushbu qoshiqcha orqali bemalol suvga qo'shib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Halol sertifikatga ega aynan Turkiya mahsuloti hisoblanadi. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Teridagi muammolaringizga, ajinlarda, terini osilib qolish holatlarini bartaraf etib beradi. Bundan tashqari suyak yemirilishi, artrit, osteoxondroz kasalliklaridan qiynaladigan insonlarga ham samarali tabiiy yechim hisoblanadi. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Faqat original mahsulot Tibamet kompaniyasining o'zida.